sun'iy intellekt tarjimonlarni o'rnini bosa oladimi? Misol beraman sizga, aytaylik, turk bilan shartnoma tuzyapsiz. Siz turk tilini bilmaysiz. GPT bilan yoki boshqa AI bilan shartnomangizni turk tiliga tarjima qildingiz. Lekin o'zingiz o'zbekchada misol yoki ruschada AI ishlatayotgan paytingiz uni qilib kelayotgan xatolarni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Ba'zan shunaqa so'zlar yozib qo'yadi, uni ko'rib odam uyaladi. Bunaqa narsa bo'lmasligini va hamkoringiz bilan orangizdagi shartnomani xato bo'lib qolmasligini xohlaysiz. Va bu uchun nima qilasiz? Qayta tekshirasiz. O'zingiz bir ko'rib chiqishga, o'zingiz boshqa qilishga urinasiz. Lekin aytaylik, mani rahbarim darajasidagi insonlar shartnomasini boshqachadan qildirsa ham tarjimasini, lekin baribir qaytib insonga tekshirtiradi. Chunki человеческий faktor nima uchun muhim? AI xato qilgan payti sen xato qilding, shartnoma yetarli kuchga ega emas deb uni ayblamaysiz. Lekin inson xato qilgan payti eng kamida xatoni kimni qilganini bilganingiz sababli talab qilish huquqingiz bo'ladi. Shuning uchun bu mas'uliyat qismini AI menimcha hech qachon egallay olmaydi. Hech qachon. Hech qachon.